Assalomu alaykum. Bizda bahor, yomg'irlar, suv hamma joy. Hop. Bizda bu alba ko'chatlarimiz. Xohlasa o'sishi yaxshi, uyg'ongan. Tozalanadigan, gullash boshlagan. Bu ona ko'chatlar. Aynan 2026-yil ekish uchun ko'chat olinadi. Bundan faqat hosil olinadi. Hosil olinadi, endi uni ko'p emas, hosilga ishlanmaydi. Birinchi o'chiritda ko'chat olish. Niyat ko'chat olish. Sekin gullash ham boshlangan. Xohlasa 50 sotu, yo'q alba, yo'q klori, Dalsha Cabrilla, Aziya farqli sortlar bor. Xohlasa sekin qo'yib boramiz. Xohlasa bugun erta mikrofon kelish kerak. Hozirgina montaj qilishni o'rganamiz. Чтобы sizlarga chiroyli videolar qilib borishga. O'tlar tozalash kerak, ish to'xtagan. Hech iloji yo'q. Bu yerda уже mana klori. Klori. Hop. Bu yerda Cabrilla. Yana o't bosib ketdi, yaqin tozalangan. O't juda bosgan. Hop. Sizga ko'rsatayim. Ko'rishingiz uchun. Cabrilla ko'chatlarimiz. Ko'rinishi, hozirgi ahvoli tozalanmagan. Vaqt yetmayapti tozalashga. Bu yil yog'ingarchilik juda ko'p. Shuning hisobiga mana asal gullagan. Bu bizning NSD sort. Endi yil 12 oy hosil beradi deya olmayman. Buning uchun juda katta условия, yaxshi условия qilib berish kerak. Shuning uchun bu remontant bahorda, kuzda yaxshi hosil olsanglar bo'ladi. Bu bizda Aziya ko'chatlarimiz. Aziya KSD. Aziya sagal kech pishar. Birinchi bizda hozir Cabrilla pishadi. Chunki NSD Cabrilladan keyin Kloridan bir haftadan keyin Albadan keyin xudo xolasa Aziya. Bu nima sababdan ko'paytirishga qo'yilgan? Hosil terim jarayonini uzaytirish maqsadida. Bu yerda bizda Cabrilla yasal tozalamoqda. Ulgurmadik. Hozir sekin dalaga o'tib ketamiz. Dalada bizda hosil uchun o'zimizga mana ko'rishingiz mumkin. Oxirigacha hop, bir boshdan ko'rsatamiz. Bu yerda bizda 3 xil variantda ko'chat qilingan, чтобы keyingi emas, shu yil ekayotganda qanaqa uslubda qilgan ko'chatimiz bizga mos keladi. Mana bular kaseta. Oddiy 5 talik kasetada qilingan. Ko'rishingiz mumkin. Ya, chiroyli, yaxshi, sog'lom. Xo'p. Ko'rishingiz mumkin. 3, 4, 5 tagacha rajok 5 gacha bo'lingan. Mana ma'lumotlar juda ham o'tib ketgan. Kattalashib ketgan, ko'rishingiz mumkin. Sog'lom. Bir marta обработка bo'ldi. Med содержащий bu medni kuparos, mis kuparosi tarkibida bor dori bilan bir marta ishlandi. Mana yog'ingarchilikdan oldin chirishlarga qarshi qilindi. Bu yerda kaseta. Bu yerda kaseta hammasi.
45 talik kasetaga qilingan. Xo'p, ko'rishingiz mumkin, bu ham yomon emas, zo'r. To'liq uyg'ongan ko'chatlar. Ko'chatlar to'liq uyg'ongan. Yana tozalash ishlari hali bo'lmadi, faqat eski yirtilgan, chirigan plyonkalarni almashtirdik. Mulchani qishi bilan turgan. Xo'p, bu yoqda bizda 60 kunlik ko'chatlar ekilgan. Xo'p, endi sizlarga 80 kunlik ko'chatlarni ko'rsataman. 80 kunlik. Mana bu yoq 80 kunlik ko'chat. Ko'rishingiz mumkin. Bular sal baquvvatroq. Ancha yirik. Bu yil suv tanqisligi bo'ldi. Nasosimiz problema bo'lib, bir yaxshi ishlamay. Suvni bir xil yetkazib bera olmadi. Hop. Buni ko'rdik. Endi men sizlarga 40 kunlik matочный ko'chatlarni ko'rsataman. Matочный degani qanaqa? Onasidan uzmasdan ko'chat tayyorlaganmiz. Men bir kun video qilib sizlarga qo'yib beraman. Ko'rishingiz uchun. Bular oddiy pikerga qilingan, tanopli kesilib, mikroklient tegida, dajvalkadan tegida ko'chat qilingan. Bular. Hozir men sizlarga 40 kunlik ona ko'chatlardan onasi boqqan ko'chatlarni ko'rsataman. Juda ham loy, yurish juda ham qiyin bo'lyapti. Ko'rishingiz mumkin. Hop. Hozir yetib bular hozir aytaman sizlarga 2-sentyabrdan 15-sentyabrgacha ekilgan. Bu hammasi shu kunlar davomida ekilgan. Xatolar juda ko'p bo'ldi. Qanaqa xatolar? Ayniqsa suv masalasi. Xulqning uchun eng kerakli narsa bu suv. Suv bo'lmasa ekib o'tirmaydi. Xo'p. Bizda 50 so'q ekilgan hammasi. Uzunasi 110 metr, eniga 50 metr. Xo'p. Bu yerdan mayda ko'chatlar ketyapti. Uni ko'rishingiz ko'rasizlar. Bu mayda, bu 72 kasetaga ekilgan ko'chatlar. Ko'rasizlar. Mana bitta ko'rishingiz mumkin. Farqi juda ham katta. Hammasi ko'chatlar. Vijillab o'ta baquvvat. Shunaqa. Bu holat biz o'zimiz uchun bilib oldik. Qanaqa ko'chat qilishi, qanaqa uslubda, qaysi uslubda qilgan ko'chat bizga to'g'ri keladi. O'shandan kelib chiqib, bahosi bu yil 2 milliontadan 4 million donagacha ko'chat tayyorlanadi. 4 ta sort, 4 ta 5 ta bo'ladi. 5-sort bo'lmadim. Aprikani bu yil sotamizmi, yo'qmi? Yo'q, o'zimizga ko'paytiramizmi? Скорее всего, 4 ta sort bo'ladi. Shu говори alba Aziya Kabrila. Bular o'sha sinovdan o'tgan, hosildorligi yaxshi, bizning yerlarga to'g'ri keladigan. Bizning yer, bizning maydon Keles, Toshkent tumanida joylashgan. Kelesdan o'tganda Qoplonbekga yaqin joyda. Yani kim hamma o'zining regioni bor. O'sha regioniga qarab ekiladi. Bizda shu 15-avgustdan 15-sentyabrgacha ekishga harakat qilamiz. O'sha davr biz uchun mos. Xo'p, rahmat sizlarga. Videoni xohlasa bugun qo'yaman.